Assalamu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yo'ritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Olimid. Pokistonlik doktor Ishan Husayni ko'rsatgan xizmatlarining mukofotini olish uchun aeroplan bilan xalqaro ilmiy yig'inga bordi. Lekin yo'lda chaqmoq so'qib, aeroplan ularga eng yaqin aydirimga qo'nishga majbur bo'ldi. Keyingi aeroplan 16 soatdan keyin uchadigan bo'lib, doktor Ishan Husayn "Qandaqla bo'lmasin, yig'inga vaqtida bormasam bo'lmaydi" deb açıldı. Xizmatchilar uning bardigan yerining mashinalik 6 soat yiroqlik ekanligini, agar xolasa mashindan birini kiroq dedigini aytdi. Doktor aldirab tenapli yo'lga chiqdi. Lekin qattiq yoqqan yomg'ir sababli kelkun kelib, doktor yo'lni davom qilolmaydi. U yo'l yoqsidagi koni uy ishini chekib, kirib, yashangan ayoldan "Uyda telefon bormi? Ciddi telefon urursam bo'lmaydi" deydi. Yashangan ayol "Ko'rmayaptamsan bolam. Bu yerda telefon tugul, tokmi yo'q. Sen bularni bir chetga qayirib qo'y. Kel. Bir piyol choy ichish, tomoq yegin. Buningdan keyin biz bularni o'ylashaylik" deydi. Doktor ilojsiz tomoq yeb, choyni ichib o'tirganda Mo'may namoz o'qib uzundan uzun duo qildi. Doktor sinchilab qarab, Mo'mayning to'xtamay beshik tardiyotganini, bu beshikda bo'lsa kichik buvoqning medirlamay yotganini ko'rdi. Doktor Mo'maydan "Buvoq kimning? Nemishga yig'lab turib uzun duo qilsiz?" deb so'radi. "Bu nevram ota-onasidan yetim qoldi. Ig'ir kesil bor. Musha atrofdagi doktorlarga ko'rsatdim. Amal yo'q. Ishan Husayn ismli bir doktor bor. Shu amal qila oladi" deyishdi. Lekin u doktor nihoyat yiroq ekan. Bir necha kunning yog'i Allohga bu buvoqning ishini oson qil deb duo qilyapman. Doktor Husayn yig'ilgan holda Allohning o'zining quliga istaganini qandoq yetkazganligini qalbimdan iymon etdim. Sizning duolaringiz chaqmoq chaqtirib, aeroplanni yerga qo'ndirdi. Kelkun keltirib, meni bu yerga ilib keldi. O'rningizdan turing ana. Duolaringiz ijobat bo'ldi. Men Ishan Husayni doktor bo'laman" dedi. Shundaq do'stim. Barcha yo'llaringiz to'salganda osmon zamin yaratgan egisiga yelining. Buning iltimosnomasi duodir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz bizga ergashing.